bu dunyoda yurganinglarda agar bir ish bo'lmay qolsa, nimaga bo'lmadi deb xavotirda bo'lmang. Bandasi shoshilgan bilan Alloh shoshilmaydi. Har bir ish Allohning izni bilan bo'ladi. Bandani amaliga qarab boshiga ofatlar, musibatlar keladi. Yaxshi amalda bo'lgan bandalarni dunyosi oxiratini obod qiladi. Dunyoda yurganinglarda takabburchilikda bo'lmang. Bir-biringlarga yomon munosabatda bo'lmanglar. Bandani yomon amallari ko'payadigan bo'lsa, jannatni ofati ham shundan keladi. Qaysi bir banda, qaysi bir ummatim men bilan Havzi Kavsarning ustida diydor ko'rishni istasa, ortiqcha gaplarni gapirmasin, zarur bo'lmagan gaplarni gapirmasin. Tiliga ehtiyot bo'lsin degan gaplarni Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ta'kid qilgan ekanlar.